أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى وآله وأصحابه الذي ارتزى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik o'quvchilar, bugun yana Allohning fazli rahmati bilan darsimizni davom etmoqchi bo'ldik. Har bir sizlarning darsga kelganlarga muborak bo'lsin. Darsimizning davomi tunugungi darsimizningki davomi bo'ladi. Çünkü biz tunugungi dersimizde namaz o'quvchi kishi agar u iqtido qiluvchi bo'lgan bo'lsa, imomga iqtido qilayotgan bo'lsa, qanday qiladi degan haqda va avlan nas bil imama endi cho'qim erlarning namoz o'qishi eng tuvanda vacip bo'lganligi uchun, jamoat bilan namoz o'qishi eng tuvanda vacip bo'lganligi uchun cho'qim bir imomning bo'lishi buningga lozimkan, imom bo'lmasa bo'lmaydi ekan deganni biz darsda bayon qildik. Chunki jamoat bilan namoz o'qish vacip bo'lgan yerda imomning bo'lishi vacip. Anda bo'lganda cho'qim o imom qandoq bo'lgan chaqda layoqatli imom bo'ladi, kim uningga layoqli bo'ladi degan haqda ulamolarning Rasul sallallohu alayhi va sallamning hadislarining xilma-xil bo'lishi bilan ixtilofini bu imomatchilikning shartlari va uning sifatlarida ulamolarninki ixtilofini biz bayon qilgan. Bayon qilish jarayonida imom bo'lishga eng loyiq kishi kim deganda, imom bo'lishga eng loyiq kishi sunnatni biladiganlar. Ya'ni islomninki hukmlarini, shar'iy o'lchamlarini sunnatni biladiganlar, sunnatdan xabar bo'ladi deb anından kin qarilar, yani bu qarilardan dinni tanıydıgan alimlar, ulemalar, mujtahid izamlar bu itibar kılınadiganlar. Çünkü Resulullah'ın zamanında Kur'an'ın ma'nosini tushunmay, mazmunini uqmay, onun tegi taktigi yetmay qari bo'lmaydiganligi haqida biz uni bayon qilgan. Hatto ba'zilar afqahuhum mishadi aqra'uhumni afqahuhum deb. Agar hammasi barobar bo'lib qolgan chaqda yana farzkor, taqvo, shariatga bilgan ilmiga amal qilganlar degan, ondan keyin yana shunday bo'lib qolsa, yeshti cho'ng, yana cho'ng, yeshti cho'ng bo'lsa axloqi go'zal, yana cho'ng shunda bo'lsin chiroyli, yuzi chiroyli, yuzida nur bor, odam yuziga qaragansa qarg'ish keladigan degan bir xil talablarni o'ttirib qo'ygan. Bugungi darsimizda imomatchilik qilishga yaramaydigan yoki imomatchilik qilsimi makruhlik holatida, çünkü tunugungi darsimizda bayon qilganimiz o'xshagan shakldagi o'lchamlik, sifatlik, salohiyatlik kishilar bo'lmag'achqa, bugun imom bo'lib qolsa qaysi xil shaklda bo'ladi deganda, shu makruhlik shaklda imom bo'ladiganligi haqida biz bir turkum kishilarni o'tirib qo'yamiz. Andan keyin imom bo'lgan chaqda imom cho'qim oldida turamdi yoki o'tirdi turamdi, buni bayon qilamiz. Andan keyin ayollarning imom bo'lishi durustmi, durust emasmi bu haqda to'xtalamiz. Mana bu
haqda derslerimiz devam ediyor. Musannif deydi: "Ve yukrahu imamatul abdi vel a'rabi vel a'ma vel fasiki ve velediz zina vel mubtadi'a." Kulning imam bo'lishi bu makruh. Chunki qulluq hürlükki qarıgan çağda bir xil tüvenroq qul kishi, e'tiborsizroq, qadrsizroq bo'lib qolganlik uchun. Endi jamoatga imom bo'lish uchun shu jamoatning bo'lsa hurmatga sazovor, jamiyatda o'rni bor, atrofidagi xalq uni e'tirof qiladigan, mayli nasibi bo'lsin, tegi takdidan bo'lsin, sop, pok bo'lgan odamlarning imom bo'lishi bu loyiq. Shunga qulning imom bo'lishi makruh. Arabiyning imom bo'lishi bu makruh. Ya'ni yezilarda, qishloqlarda, jangallarda, tog'larda o'tirgan kishilarning imom bo'lishi bu makruh. Nima uchun? Chunki yezi degan mayli taraqqiyot, mayli uchur, mayli ilm ma'rifatning nimasidan yiroq hamda manbasidan yiroq bo'lg'achqa yezida o'ltirib qolgan arabiylarning safosi tuvan, saviyasi, madaniyat saviyasi ojiz, imomatchilikninki oldingi sharti bo'lgan ilm ma'rifatda yaxshi bo'lmag'achqa buning imom bo'lishi makruh. Ikkinchisi qarg'uning imom bo'lishi makruh. Chunki qarg'u kishi ko'r bo'lg'achqa ko'rimsiz, go'zal bo'lmay qoladi. Fosiqning imom bo'lishi bu makruh. Zinobalisning imom bo'lishi makruh. Bid'atkarning imom bo'lishi makruh. Bular imom bo'lishi durust, imom bo'lsa bo'ladi. Ammo makruhlik bilan imom bo'ladi. Chunki bulini shariatda imom bo'lsa bo'lmaydi deb ochiq kelmaganlar, ammo buningki bir makruhligi bor yuqorida deyilgandek. Chunki li'anna imamatahum tuqallilul jamoat. Chunki bu yuqoridagi kishilarningki imomligi, bu imom bo'lsa, u jamoatni oz qoldiradi. Yoki jamoat oz qoladi. Chunki unda odam iqtidor qilamanmi deb iqtidor fosiq iqtidor qilg'usi kelmagan, yoki valad zino iqtidor qilg'usi kelmagan bo'lg'achqa jamoat asta-asta tarab ketadi va qochib ketadi. Jamoatning ko'pligi, jamoatning g'oldishi bak muhim. Lisuquti manzilatil abdi 'indan nas. Qulninki imom bo'lishidagi makruh bo'lishi qulning odamlarning qarshidagi o'rni tuvanadi. Qul yan xuddi ishlamchi va o'xshagan, masalan, bozorda ishlaydigan ishlamchining o'rni bo'lmagandek, odamlarning orasida qulning o'rni yo'q. Qulning o'rni bo'lmaganligi uchun o jamoat unga bog'lanmasa bo'lmaydi qoladi. Imom bo'lish uchun cho'qim jamoat bog'lanadigan bo'lish kerak. Jamoatni o'zining atrofiga to'playdigan salohiyat bo'lish kerak. Ammo quldicho uning hurmati yo'q, e'tibori yo'q. Arabiyninki imom bo'lanmasligi va li'annal g'aliba 'alal arabiyil jahla. Chunki ko'pincha holda arabiy nadan qoladi. U tog' yoki jangal yoki yeza bo'lganlik uchun u yerda ilm ma'rifat ko'p bo'lmaydi, taraqqiyot yaxshi bo'lmaydi. Shu nadan qoladi. Allah Taala bu Qur'oni Karimda vajiddaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi dedi. Bu Arabining Allah Taala payg'ambariga tushgan Qur'onning hududlarini, halol, harom, farz, vacib, sünnet degandek hududlarni bilmaslikka yaqin bo'ladi. Bilmaslikka loyiq. Chunki musofa uzun, ya'ni madaniyatlar to'qinishi yo'q. Odamlar bir-birisi bilan yangilikni ko'rib fikr almashtirolmagan bo'lg'achqa, buningki bilim ma'rifati tuvan bo'lib qoldi. Shunga shariatda bu imom bo'lishi makruh. Ammo imom bo'lib qolishi durust. Val fasiqu li fisqihi, fasiqning imom bo'lishi u fasiq bo'lganligi uchun.
Chunki fosiq odamni haqli yomon ko'radi, taqvo odamni yomon ko'radi. Bu bir. Bo'lmasa fosiqning namozi durust, namoz o'qisa, o fosiqlik degan namozga ziyon yetkazadigan, ya'ni namozning durust bo'lish bo'lmasligiga, qabul bo'lish bo'lmasligiga munosabatli ish emas. Ammo fosiq haqlarning oldida e'tibori yo'q. Val a'ma la yajtanibun najasat. Qarg'uningki bu pak imomatchilikda makruh bo'lishi u nejislikdan saqlanmaydi. Chunki ko'zi ko'rmagan bo'g'achqa nagi maynat yo'qib qoldi, nagi nijosat yo'qib qoldi, na pokiza emas buni uqolmaydi. Qisqasi pokizlikda yaxshi bo'lanmaydi. Yaxshi bo'lanmaganlikdan bu imom bo'lanmaydi. Va valadu zina yustahabbu bihi adatan. Ammo zina balasiga kelsak, uni odatda kishilar ko'zgilmaydi. Onun qadri yo'q, e'tibori yo'q. Va laysa lahu man yu'allimuhu va uningga o'rgatib qo'ydigan kishimi yo'q. Chunki valadi zinani haqni ko'zga olmay, e'tiborga olmay, zina bolasi deb bak bir yaqin kabigachga uningga ilm o'rgatadigan kishimi yo'q, ham buningga nadonlik g'olib kelib oladi. Shuning uchun mana uningki imom bo'lishi asosan makruh. Bo'lmasa shariatda imom bo'lib qolsa bo'ladi. Agar hamda walau taqaddamu va sallu jaza. Hamda bular makruh, lekin mushu turdagi odamlar safning oldiga o'tab, xalqning oldiga o'tab namoz o'qigan bo'lsa qanday qilamiz? Uni iqtidor qilamdimiz, qilmamdimiz? Bu bir masala. Ikkinchi bir masala, onun namozi bo'lamdi, bo'lmamdi, durust bo'lamdi, bo'lmamdi, bu bir masala. Yoki iqtidor qilib solgan bo'lsak, namozimizni qayta o'qiyamdimiz, o'qimamdimiz degan bu bir masala kelgan chaqda va shunday oldiga o'tab namoz o'qigan bo'lsa, durust. Uning namozi durust, iqtidor qilishimizmi durust, qayta iqtidor qilgan bo'lsak o'qimaymiz. قال عليه السلام صلوا خلف كل بر وفاجر. Buni payg'ambar alayhissalatu vassalam bu uzun bir hadis Abu Davud rivoyat qilgan, Darqutni rivoyat qilgan, Ibn Jawzi al-Ilalul Mutanahiya deganda rivoyat qilgan, Bayhaqi rivoyat qilgan hadis. Ammo zaif hadis. Zaif hadis bo'lsa, buningki nurg'un shavohidlar bor. Sizlar har qanday yaxshi, ya'ni solih, taqvo, muttaqi va fosiq, ya'ni uningki psiqisi o'ziga fosiq, bunda bir cho'ng fosiq emas. Bunda kishining keynida namoz o'qigan degan bo'g'achqa namoz o'qisa bo'ladi. Endi makruhlik nada kelgan desa, val karahatu fi haqqihim lima zakarna min an-naqais. Makruhlik, makruh bo'lish ularning haqqida biz degan shu kamchiliklar bo'lganlik uchun. Yuqorida biz shu kamchiliklarni sanadik-ku, shu kamchiliklar bo'g'achqa makruh deymiz. Bo'lmasa namoz o'qish durust. Walau udimat, agar walau udimat bi an kana al-arabiy afdala min al-hadari. Agar hamda yo'q bo'lib qolsa-chu, yo'qlab qolsa-chu, ya'ni uning g'ayri, abdining g'ayri hur, arabiyning g'ayri baladi, a'maning g'ayri bo'lgan basir, masalan fasiqning g'ayri bo'lgan solih, valad zinoning g'ayri bo'lgan valadu soliha, valadu tayyiba, mubtadi'ning g'ayri bo'lgan shu nima sunnatga esilgan mutamassik bis sunnatin nabiy bu yo'qlab qolsa, shuning bilanki bo'libdi arabiy afzal bo'libdi hazariydan, ya'ni shaharlikdan yeziloq afzalroqkan, ya'ni ilmlikroq. Qul hurdan afzalkan, ilm, taqvo, fazilat, ya'ni imomatning shaklari. Valadu zina min valadir rishda, ya'ni zina balasi halol bilan tepilgan baladan yaxshi ekan, ya'ni o ilm ma'rifatlik taqvo ekan. A'ma basirdan yaxshi ekan bo'lsa, fal hukmu bididd. Hukm o'chaqda qarshisi bilan bo'ldiki, oningdan ma'u imom bo'lishga avlo, uning imom bo'lishi nima? Ya'ni to'g'ri emas. Shuna bu imomatchilikdagi ilm, taqvolik, qobiliyat shart.
Bu kimde olsa şu imam bo'ladi. Ve emmel mubtadi'u fekan Ebu Hanife, ama bid'atkarga kelsak, İmam Ebu Hanife la yara salat halfel mubtadi. Bid'atkarning orqasidan namoz o'qishni to'g'ri deb qaramaydi İmam Ebu Hanife. To'g'ri emas o. Bu bid'atkarda nima desa, davomli dinda yo'q narsani paydo qilgan. Ya aqidadagi bid'at, ya axloqdagi bid'at, ya ibodatdagi bid'at. Ma bid'atlar. Bunda bid'atkarning keyinda namoz o'qishni bo'lmaydi deydi. İmam Ebu Yusuf ekrahu en yekuna imamul kavm sahibi bid'atin ev hava. İmam Ebu Yusuf men cemaatning imamının bid'atkardi yoki havoya havas shariatga ergashmaydigan yoki ergashsa o'zi havosni bakroq o'lcham qiladigan, asos qiladigan, havoni yoqilab boradigan odamning imom bo'lishini men yomon ko'raman degan. وأن محمد لا تجوز الصلاة خلف الرافضة والجهمية والقدرية. إمام محمد رافضة جهمية قدرية لمن آخسن نماز okuş doğru emas. Bu hakta bu mezhepler ihtilafı bek zor. Meyli Rafizli olsun, Cehmili olsun, Kaderiyli olsun, Sufili olsun, ya ki Matrudili olsun, ya ki Eş'arili olsun, veya ondan başka Mu'tezilili olsun ve hakaza. Mana mushundaq bir turkum islom olimida, islom dunyosida qadimdan tortib mavjud bo'layotgan bir firqlar bor. Ahli sunna val jamoaning yo'lidan zid bo'lgan firqlar. Buning keyinida namoz o'qish joiz emas degan. Qanday joiz emas? Ala davomliq, ammo biroq kim o'qib qolsa bo'ladi. Qala va la tajuzu imamatun nisa'i was-sibyan lir-rijal. Bunda ulamalar asosan talash tortishganlar yo'q. İlla az bir turkumları ayal kişininki, xotun kişininki ve uşak küçük ballanınki, balağat yetmegen ballanınki erlige imam buluşu doğru emas degan bu xil hükümde buludu deganlama var. Ama cumhur ulamalar ayalının erlige imam buluşu bu doğru emas. Amma nisa, ayollarninki erligi to'g'ri bo'lish, ayollarning erligi imom bo'lishininki to'g'ri bo'lmasligiga kelsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam akhiruhunna min haysu akharahunalloh degan. Bu ayollarni sizlar satdimi keynida qoldiringlar. Allah da o ayollarni Allah keynida qoldirganlik tarafdan. Allah taoloning davomli erlini birinci o'rinda qo'ydi. Endi bu deganlik er bilan ayolning o'rtasida farq etganlik emas. Lekin imomatchilikda ayollar imomatchilik loyiq emas. Shuna payg'ambar sollallohu alayhi vasallam lan taflaha qaumun abadan ma vallaw imra'atan degan bir hadis bor. Shunga o'xshaydigan bir millat mangu nijot topolmaydi. Bu millat o'zininki imomini ayollari qilib olsa degan. Va annahu laha an taqdim. Va o payg'ambar alayhisolatu vasallam yana nimadan taqdimdan, ya'ni erlarning sefida ayollarni ilgari qilishdan to'sqan. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamninki hadislari bor, masalan birinchi safga aqlliqlar, uningdan keyingi saflarga uningdan keyingi yandishitqanlar, aningdan keyin yandishitqanlar deb akilib, oxirida ushaqvallar, uningdan keyin ayollar nima qilsin, alaqa safning oxirida tursin degan hadislar bor. Shuna durust emas. Va amma sabiyyu falianna salatahu. Demak, ayol kishiga emas, er kishiga imom bo'lishi durust emas. Va amma sabiyyu falianna salatahu taqa'u naflan fala yajuzul iqtida'u bih. Amma kichik bolaga kelsak, o chunki uning namozi nafla. Uning iqtido qilish durust emas deydi. Endi kichik bola o farz namoz, uningga namoz farz bo'lmagandan balog'atga yetmagandan uning o'qigan namozi nafla bo'ladi. Nafli bo'lganligi uchun uningga iqtido qilib bo'lmaydi. Namoz iqtido qilish uchun namozni farz deb o'qisa, kichik bola nafli deb o'qisa, ikki namoz bir bo'lmasa, buni iqtido qilib bo'lmaydi.
وقيل يجوز في التراويح لأنها ليست بفرض. Bazen ulamalar taravihde caiz. Eğer taravihde bir baladın birisi qari olab qalsa, o bala qari, onundan başqa qari yo'q. Bulab qalsa, shu bala qari bala imam buludu. Onun namazı nafl bo'lsa-mu, boshqalar ixtilof qilsa bo'laveradi. Chunki taravih degan farz emas. Farz bo'lganligi uchun yana o asasen sünnetninki dairasida bo'lg'achqa durust bo'laveradi. Va sahihul avval to'g'risi avval qarash durust bo'lmaydi. Li'anna naflahu ad'abu min naflil baligh fala yubtana alayhi. Chunki nima uchun? Chunki u kichik bolaning naflisi baligh odamning naflisidan muajiz. Mayli kichik bola nafli bo'lsin, cho'q odamning nafli bo'lsin, o'qigan namoz ikkisi nafli namoz bo'lsin-mu, ammo kichik bolaning naflisi cho'q odamning naflisidan xeyli ojiz. Sababi uningki nurg'unlagan shartlarni hozirlamagan bo'lish ehtimoli va fala yubtana alayhi. Shuning uchun bu kichik bolaningki namoziga cho'q odam o'zining namozini yuyilsa yoki asos qilsa bo'lmaydi. قال ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه. Amda yuqorida ko'p odamlarningki bo'g'anliqida deyilgan masala. Agar hamda bir odam bor, ikkilanlar bor. Ikkilan bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lsa, qandoq turimiz safda, qandoq turimiz bu haqda deydi. Kim bir odam bilan birga namoz o'qisa, uni o'ng tarafida to'g'izdi. O'ng tarafda to'g'izdigan gap. Imom bilan birga barobar turadi safda. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu hadisiga asosan vaqabtu an yasarin nabiy sallallohu alayhi vasallam, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'l tarafida turdim, fa akhadha bi zu'abati fa adarani ila yaminihi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meningki shu ko'k manglay chechimni tutib meni o'ng tarafiga cho'g'latdi. So'l tarafdan tutib, aklab cho'g'iltib o'ng tarafida to'g'izib qo'ydi degan. Bu hadisni Imom Buxoriy chiqargan. Sahih hadis. Fadalla ala anna al-yamin awla. Am bu hadis o'ng tarafninki ikki odam bo'lib qolgan chaqda iqtido qilguvchininki o'ng tarafda turishning avla ekanligiga dalolat qildi. Va anna al-qiyama an yasarihi la yufsidu as-salat. Va imomning so'l tarafida turganlikmi namozni buzmaydi. Va anna al-fi'la al-yasira la yufsidu as-salat. Shunday birisi az bir qiliq namozni buzmaydi. Rasululloh uningki manglaychashni tutib, cho'g'iltib, so'l tarafdan o'ng tarafga o'tkazdi masalan. Ba'zi ishlarni qildi, harakatlarni qildi. Bu namoz buzilmadi. Sababi namozning ishidagi qiliq o'chu yaxshi qiliq bu, go'zal qiliq. Chunki o'ng tarafda turish, so'l tarafda turgandan natija asli yaxshi sunnat uyg'un. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu haqda hadislari bor. Shunga namozda makruh bo'lib qolsa tuzatsa bu bo'ladi, durust. Qala agarda ikki yo uch odam bo'lib qolsa, bunda vaqtda imom qanday turdi desa, fa insalla bi isnayni aw aksara taqaddama alayhim. Agar ikki kishi bilan birga namoz o'qisa yoki undan jiqroq kishi bilan imom shularning oldida turadi. Anas radhiyallohu anhu hadisiga asosanki dedilar, aqamani Rasululloh val yatima wara'ahu. Meni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va bir yetimni oqisida tug'izdi. Biz ikko'lan payg'ambarimninki oqisida turdik. Va Ummu Sulaymin wara'ana. Ummu Sulaymni bizning oqimizda, ya'ni ikkinchi saf qilib tug'izib qo'ydi deb Rasululloh bu yerda xabar bergan. Endi bu hadismi sahih hadis, Imom Buxoriy chiqargan hadis. Bunda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning al-isnani fama fawqaha jamaa degan. Ikki kishi va u ikki kishidan yuqori qanchalik bo'lsin, yuqorisidagi jamoa degan Rasululloh. Shuning uchun jamoat bo'lib qolgan chaqda imom jamoatning o'ttirisdan ham oldida nima qiladi? Turadi. Qala va yasfur rijalu saf qandoq bo'ladi deganda safni tizishning nimasi talibi birinchisi erlar saf bog'laydi. Oldi bilan imomning keynida erlar saf bog'laydi.
erlerning sepi hammasi tutib to'liq bulab bo'lganda summasibyan uşaq balla yani balağatga yetkili qopqan shu ardagi balla sapda turadi. Ya'ni cho'nglarning biqiniga kirib, kichiklarning biqiniga, cho'nglarning biqiniga turib olmaydi, ayrim turadi. Summal xunasa andan keyin erkak kishini uqulolmaydigan, ya'ni bir xil nima ma'noda deymiz, ya'ni bir xil hazilak, qiz degandek ma'noda. Mushundaq odamlar bu 3-sapda turadi. Summan nisa yani anındaki ayollar bununki nemiste turudi. Çünkü yani bula kişivallarning mı kendinde turuşu ayol kishi bulab qilish ehtimolliqi bor. Ayollarning kendinde turuşu er bulab qilish ehtimolliqi bor. Shunda bo'lg'achqa buning oldida turdi. Ammo rijal, erlarninki birinchi sapda turtganligiga kelsak, Payg'ambar alayhisalom deganlik uchun liyalini ulul ahlam minkum. Mana sizlarning ichinglardagi aqli bala, ziraklar ergashsin, yana shu sepimda yenimda tursin deganlik uchun. Chunki endi bu islomda mayli askariy saf, mayli salati, jamoat namozning safi bu farqi yo'q, farq etmas. Barobar saf. Har qitim kuniga 5 vaqt musulmon askariy safga tizilishni mashq qiladi. Askariy safni tizilishni asosiyatini manevrini o'tkazadi. Shuning uchun cho'qim as-salat deb bo'g'ichi qandoq tizilsa, uningdan keyingi al-jihad desa, infiru xifafan desa, shundoq tiziladi. Ammo shaqvalliq kelsak, fali hadis Anas radhiyallohu anhu hadisi var. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni va bir yetimni oqsa tug'izdi deb. Ve xunasalının bulab qilish ehtimoli bo'lganligi uchun inas ayol bulab qilish ehtimoli bo'lg'achqa u keynida turadi. Ammo ularni ayollarning oldiga chiqish er bulab qilish, ya'ni erkak bulab qilish ehtimoli bo'lganligi uchun turadi. Qala va la tadkhulul mar'atu fi salatir rajul illa an yanwiha al-imam. Musannif deydi, ayol kishi er kishining namoziga kirmaydi. Yana bir er kishi namoz o'qilgan bo'lsa, jamoat bo'lib, ayol kishi bag'anchi berib, u namozga iqtido qilsa bo'lmaydi. Illa an yanwiha al-imam. Migay bu ayol kishini imom niyat qilsa, meningki jamoatimning orasida imom ayol kishi bor. Ayol kishi bu iqtido qilib deganni niyat qilsa, ko'ngliga tuksa, bu vaqtda bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi dedi. Ammo bu gapninki va qala Zufar, Imom Zufar rahimulloh deydi, tadkhulu bi g'ayri niyatin karrajul. Ayol kishi bu niyatsiz er kishiga o'xshash kiraveradi, ya'ni iqtido qilaveradi. Er kishi bu iqtido qilsa bo'laveradi, xuddi imom 5 namoz o'qibdi, o'qigan bo'lsa, yolg'iz o'qigan bo'lsa, keyin boshqalar kelib iqtido qilsa bo'lavergandek, ayol kishi iqtido qilsa bo'laveradi unga. Er kishi imomning niyati ketmaydi unga. Valana annahu yalhaquhu min jihati dararun ala sabilil ihtimal. Bizning dalilimiz, ya'ni shu Imom Abu Hanif rahmatullohi alayhinki niyat qilmasa bo'lmaydi deganning dalili, u imomga ayol tarafdan bir zarar kelish kep qoladi. İhtimal yol asasen, yani bir ihtimalen bir zarar kap qiladi. Bi an taqifa fi janbihi. Qanda shunun bilan ki bu ayol er kishininki, ya'ni imomning biqinida turib oladi, o imomning namozini buzib soladi. Fakana lahu an yahtariza an zalik bitilka niyat. Bu imomga buningdan saqlanish mumkin, niyatni tark etish bilan buningdan saqlanish mumkin. Endi kaplan biqinida turib qolsa imomning namozi buziladi. Ammo imom uni niyat qilsa, o vaqtda uni buzilmaydi. Chunki imomni o'ziga zarar keladigan bunda holda qilmaganligi uchun. İza qamat ila janibi rajulin fi salatin mushtarikatin fasadat salatuhu. Musannif deydi, agar bir ayol bir er kishining biqinida turib olsa, bir odam namoz o'qib turibdi, bir imomdan birisi yana namoz o'qiyotgan bo'lsa, bir ayoldan birisi keliblam shu er kishining yo o'ng tarafida yo so'l tarafida
turib, barabar turib hamda o'ng tarafida olamdi yo so'l tarafida olamdi, barabar turib namoz o'qibdi. Fi salatin mushtarikatin, o namoz o'qigan namoz o'rtaq namoz ekan. Ya'ni ikkisining namozi bir namoz, ya'ni farz bir, yo peshin, yo asr, yo sham degandek, o namoz farz bir, o'rtaq namoz. Bunda bo'lgan chaqda fasadat salatuhu, erning namozi buzilibdi. Onun namozi qubul emas, to'g'ri emas. Wal qiyasu la tafsudu kama la tafsudu salatuha. Aslida qiyas bo'yicha deb aytgan chaqda o imomning namozi buzilmaydi. Xuddi uning namozi buzilmaganda. Iqtido qilgan ayolning namozi buzilmaydigan, erning namozi buziladigan. İmamning namozi buziladigan. Kishi iqtido qilgan namoz buziladigan. Bu buzilmaslik asli. Shundaqla mazhablarda Maliki, Shafi'i, Hanbali mazhablarining hech qaysi namozda buzilmaydi deydi. Ammo makruh endi. Makruh bo'ladi deydi. Chunki aslida ayol kishining o'rni er kishining keyni tarafi. Payg'ambar alayhisolamning akhiruhunna min haysu akharahunna Alloh degan hadisga asosan. Demak, endi barobar bo'lib qolgan bo'lsa, namoz buzilmaydi. Bizning vajhu qavlina, bizning bu yerda namoz buziladi degan so'zimizning dalili annahu taraka farzal maqom. Bu imom bo'luvchi kishi turtgan o'rindagi farzni tashlab qo'ydi. Aslida maqomdagi farzni qo'yib qo'ydi. Li'annahu ma'murun bi ta'khiriha. Nima uchun? Chunki bu er kishi o ayolning keyniga kechiktirishga buyurilgan edi. Shunda chaqda imom qo'pab ayolning keyniga ishorat qilib, siz keynimizda turing, men bilan barobar tursangiz bo'lmaydi, tang tursangiz bo'lmaydi deb keyniga kechiktirish kerak edi. Keyniga ya'ni yondirib o'tish kerak edi. İmam onu yandırıp atmay billi tuğan boğaçqa imam o yerda farzdan birini tark etgan bo'ldi. Qaysi farz? Maqomdagi farz. Erlarning sepi bilan ayollarning sepi bir yerda emas. Erlarning oldida, ayollarningki keynida. Er ayollarning keynida tug'izishga buyruqliq. Buyurgan boğaçqa er oyadagi farzni tark etib tuğan boğaçqa özününki buyuruşdan ibaret mecburiyet eda qiladi. Onun namozi batıl. Ama ayolning batıl emas. Va huval muhtasu bil amri dunaha. Er buyurishga xos qilinganlik. Er kishi buyurmasa bo'lmaydi. O ayol kishisiz. Ayol kishi o mas'uliyat uning ustida emas. Fatafsudu salatu. Shuning uchun erning namozi buziladi. Va in qamat fi saff afsadat salata man kana an yaminiha va yasariha va khalfiha bi hizaiha. Agar o ayol sapda turgan bo'lsa, sap jamoatlik namoz o'qilgan bo'lsa, ayol kishining birisi kelgan chiqib sapning ichiga, shu aylining sapining ichiga kirib, ayli bilan barobar turibdi, birga turgan bo'lsa, o ayol o'ng so'l tarafidagi va uning udulishda turgan oqistiki kishining namozini buzadi. Ya'ni 3 kishining namozini buzadi. Biri o erning ayol kishining ikki tarafidagining namozini buzadi. Yana birisi ayol kishining keynida shu ayol kishi qolib turganligining namozini buzadi. Bu yerda ham nurg'unlagan shartlar bor, uni deymiz. Va sintani tufsidani salasata arba'atin. Ikki ayol kishi 4 oylarning namozini buzadi. Ya'ni o'zininki o ikkisinki birining o'ng tarafidagi kishining va yana birining so'l tarafidagininki va oqistagi ikki kishiniki. Birga turgan bo'lsa, o'ng so'l tarafidagini buzadi, keynidagi shu ikkisining barobar turgan erligini buzadi. Va salasu yufsidna salata khamsa. 3 oylan 5 oylarning namozini buzadi. Ya'ni 3 ayol kishi keynida uning udul-mudul turgan 3ninkini, oldidagi 2ninkini 5ni. Va Muhammadin İmam Muhammad'dan rivayet qilinib, yufsidna salata salasatin ila oxir sufuf dedi. Osh safning oxirgichilik 3ning namozini buzadi. 3 adam bo'lgan bo'lsa, 3 ayol, uning keyni turgan 3 erninkini, u erning keyni turgan 3 erninkini malikni beni buzadi. Va huwa sahihul muxtar, bu İmam Ebu Hanife'nin sözüdeki tallanğan yaxshi bir nimadir, qarashdir. Va kaza an Abi Yusuf fil maratani. Shuningdek İmam Ebu Yusuf rahimullahning rivoyat qilgan 2 ayol kishi haqida. 2 ayol kishi haqida umum buydoq
tötni buzuvdi da deglik. وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ صَفًّا تَامًا فَسَدَتْ صَلَاتُ مَنْ خَلْفَهُنَّ مِنَ الصُّفُوفِ. Yani perzan agar ayollar to'liq bir sapken oldida imom bor, imomning keyinida to'liq bir sap bor, uning keyinida bir ayollar sapi bor ekan. Bunda bo'lsa to'liq bir sap, u ayollarning sapining keyinidagi bütün sapdagi kishilarning namozini buzadi. Hammasining namozini buzadi aqsdiga. Ve şertul muhazat en tekune salat müşteriketen. Yani bu yerde udul turvasa, yani bilen udul turvasa degenin şerti biri şükür buludu, namaz ortak olsa. Bu yerde namaz ortak, bu yerde bir udulluk çıktı. İkincisi mutlak olsa oldu, mukayyet olsa olmaydı. Yani mutlak buluşu. Üçüncüsü ziminin beraber buluşu. Tugayya hemisi okşaş. Birisi igizde, birisi peste, ya ki birisi A tarafta, birisi Ma tarafta, bunda turvağa bozuk olmaydı. Ve en tekune min ehli şehve. Üçüncü birisi şehvet ehlidir. Şu ayal kişinin ki şehvet ehlidir buluşu gerek. Yani o ayal kız vala, yaş, güzel, çıraylı, toy yaş, 40 yaşta ya 9 yaşında buluş lazım. Kırvosu olmaydı. Ola yakune beynehuma hailun ve bu ayalların arasında tosalgısı olmaydı. Yani şu erbilen ayal otursa tosalgısı olmaydı. Eğer tosalgılap kalsa olmaydı. Ve ednahu mislu muakhiratlı. Bu tosalgının hem de en tüğünü bir iganinki aktırıpı, iga dolduğu adam yüylez gibi bir aktırıpı var. Bu şunçilet olsa bu tosalgısı olmaydı. Demek biri tuğayya beraber buluşu, ikincisi namaz beraber buluşu, üçüncüsü ayal kişi müştehat buluşu, dördüncüsü mutlak buluşu ve tosalgının olması lazım. Bunda bu çağda namazı bozulur. Aslında bozulmazlık. Yani bu yerde bozuluş ihtimallık boğalık için bozuldu deyilgen. Kale ve yukrahu lin-nisâ'i huzurul cemaat. Musannif deydi. Ayolların ki cemaatke hazır buluşu mekruh. Mescidke çıkıp erlevlen billah yani ayrım bir septi turup namaz okuşu bu mekruh. İmam Ebu Hanife'nin olmasında. Aslında mekruh emez. Yani bu hakta ulmalar köp ihtilaflaşkan cumhur ulmalarının karşıda mekruh emez. Duruz. Peygamber Aleyhisselam buyutuhunne hayrullahunne diyenler için. Yani bu hadisne İmam Ahmed Abu Davud çıkardı. Peygamberimden la temna'u nisa'akumul mesacid. Ayarlarını mescidini tosmağlar dedi. Çıkıt meclisi tosmağlar. Ve buyutuhunne hayrullahunne. Üye yakşı, üyde okusa buludu. Ebzel. Ama mescide çıkıp okuyman dese sen onu tosmağlar, çeklemanlar diyen. وَلِمَا فِيهِ مِنْ خَوْبِ الْفِتْنَةِ. Bunun da fitnenin havbi var. Yani birisi fitne uqılışı mümkün. Yoldaki çıkış ceyranlarda ya mescide barkımız gitmemiz degen ceyranlarda erlevlen, yat erlevlen uçuşup kalışı mümkün ya ki yat erlevlen bazı bir gap söz münasebet bulap kalışı mümkün ya ki bir erlevlen falan yerde turuptu, pustani yerde turuptu, yürüydü degendek gap bulap kalışı mümkün. Bunda bir fitnenin aldığını eriş için ayallah mümkün öylerde namazı kılmak yakşı. Ve haza fi şevabbi bil icma. Bu bil icma. Barca ülmaların icmasının yaşlı hakkında. Yaşla yani yaş kız valla, yaş ayalla, yaş fatullah hakkında şunda. Ve emmel acaizu feyahrucne fil fecri vel mağribi vel işâ. Ama kırıp kalan, yaşınıp kalan ayallar bunda namazşem xuttemli çıksa buludur. Çünkü bunda sehar vakti birbirisini kömeydi. Xuttem bu keç vakti birbirisini kömeydi. Namazşem asasen keç boğulup vakti kömeydi. Şunda vaga çıkıp bıçağı çıksa buludur. Ve kâla yahrucne fis salavati kulliha. İmam Ebu Yusuf yani İmam Muhammed hem namazı çıksa buludur. ليوقوع العمل من الفتنة في حقنا. Çünkü fitneden eminlik boğanlık için ayarlarının hakkında. Onda çağda fitneden emin oğlu oldu dem. Yani bu Türk kaptı o bir yerde ya ki falan olan Türk kaptı diye fitne yok. وَلَهُ أَنَّ الْفُسَّاقَ يَنْتَشِرُونَ فِي الزُّهْرِ وَالْأَسْرِ. İmam Ebu Hanife'nin delili hakikaten fasıklar Pişim bilen aslida taqlib qanchaqli olur. Pişim aslida fasıqlık ko'chiligi chiqibdi, yo'lda maqto taqlib ketibdi.
Ve fil magribi yeştegilune bil aşa. O namazşam vaxtida tamak yeyishla mashg'ul bo'ldi. Pasqadam degan namozga chiqmay, qo'saqini to'yg'izaman, kechlik tamoq yeyman deb ma'nolar mashg'ullab ketdi. Bu muddatlar xuftamni uxlab qoldi. Pasqa o'xan degan at deganlikni qo'polmay yetib qoladigan gap, xuftamni baldir uxlab qoladigan gap, namazsham namoziga kelgan chog'da kechlik tamoq yeydi, boshqa chog'da shu bakatlarla yuriydi. Ve likullin saqitatin laqitatun. Her qanda ko'chida laylab yurgan, cho'gilab yurgan ayol kishini tepayotgan odam bo'ladi. Ya'ni uni qitiqlaydigan, qichiqlaydigan odam bo'ladi. Shunga o vaqtlarda bunda odam yo'q. Machaqlida cho'gilab yursa ayollarni tepayotganlar bor. Vel muhtaru fi zamanina alla yejuzu shay'un min zalika. Yaxshisi vel muhtar degan yaxshisi bizning zamonimizda bu musannif kitobni yozgan zamonda biror narsaning durust bo'lmasligi, ya'ni mayli faqat ayollarning chiqishining durust bo'lmasligi yaxshi. Shuningdan li fasad ahli zaman, hozirgi zaman ahli buzilib ketdi hozir. Böyle buzuq, taqvo emas bunda bo'lganlik uchun. Va tazahur bil fawahish, ya'ni fahishalar, ya'ni gunoh kabira va fahishalar bilan oshkorcha fahisha, ya'ni gunoh ma'siyatlar oshkorlab ketdi. Oshkor bo'lib ketganlik uchun bu ham durust emas. Bu shu fitnaning oldini olish uchun asla to'salmiz. Agar ayollarning masjidga chiqish orqali qalbi eriydigan bo'lsa, tabliğ nasihat anglaydigan, musulmonlarning umumiy ahvolini biladigan, bunda bo'lib qolsa, u chaqda chiqqanligi nima yaxshi mumkin. Qala musannif deydi va an yusalliyanna jama'atan, ayollarning jamoat olib namoz o'qishi makruh. Yani eğer bir top ayolni bir yerga yig'ilib qolgan bo'lsa, o chaqda jamoat olib o'qishganda bo'lsa bu makruh. Li'annaha la takhlu an naqsin wajib aw mandub. Chunki bu ayol kishi degan ya vacib bo'lgan kamchilikni yoki mustahab bo'lgan kamchilikdan xoli bo'lmaydi. Ish qilib bir kamchilik va yetersizlik bor. Fa innahu yukrahu lahunna. Mana o ayollara azan, tekbir o'qish ve imamning o ayollarning oldiga o'tishi bu durust emas. Agar ashunda qilsa-chi fa in fa'alna waqafatil imam wasdahunna. Agar ayollar ayda qilsa, imam uni o'tirishda turdi. İmam o'tirishda turdi. Ya'ni imam bo'lgan ayol shu ayolning o'tirishda turdi. Ya'ni oldiga chiqmaydi. Barabar turdi bir safda. Hakaza ruya an Aisha radhiyallohu anha. Mushunda rivoyat qilindi Aisha radhiyallohu anha. Aisha radhiyallohu anha shunday degan. Va huwa mahmulun ala al-ibtida. Endi Aisha radhiyallohu anhadan ayollar namozni jamoat bilan o'qiydi deb kelgini bu alal ibtida shu islomning dastlabki mazgillari, burungi mazgillarga hamla qiladi. Shuning yuklanadi. Shu vaqtda shunda qilingan, ammo hozir unda emas deymiz deydi. Ulamalar bu haqda ixtiloflashgan, jumhur ulamalar jamoat bilan namoz o'qisa bo'ladi, durust deydi va mashqqa kasb bo'ladi deydi. Va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin. Allah dersimizni davom qilsin va uni ummatga manfaatli qilsin. Uni Alloh subhanahu va taolo her zaman, her vakit yaxshi ishlarni nasib qilsin. Bir rahmatiga ya rahman rahim. Allohu akbar.